Hozirda 11 o'quvchiman. Amazonda 4 ta kitobim chiqqan va xalqaro gazetlarga ham maqolalarim chiqqan. Nima bo'lganda bu katta Amazon bu xalqaro tarmoq, xalqaro katta xizmat ko'rsatuvchi kompaniya. Shuni ichida bizlar o'zbek qizlarini, ayniqsa Shahsabizlik o'quvchi qizni kitobi chiqishi bu boshqa bolalarga motivatsiya bo'ladi, boshqa bolalarga o'rnak bo'ladi. Million mana molda risk qilish hamma qo'ldan kelmaydi. Sertifikati bor-da, albatta sertifikati bor. Belgi sertifikatlari bor. Endi xudo xolasa ular 2,5 ming euro, 3 ming euro degani 35 million, 40 million oylik degani. Mana shuncha qo'llab-quvvatlaganingiz uchun kattakon rahmat aytaman.